Her bir adam yaşıp aldık ketimiz deydi. Kılıp aldık ketimiz deydi. Urup aldık, zulüm kılıp aldık ketimiz deydi. Çünkü o gün yevmus sahha kulaklarını qattiq pan qilib o'tadigan dahshatli ovoz kuni. Çünkü o gün el-qari'a korkunçluk, dehşetlik bir gün. Çünkü o gün yevmut tamme en çok musibet ve en çok facialik bir gün. Kıyametin ana şundaq dehşetinden bizni qutulduğunu ve şundaqla ahiret hayatımızda bizge esqitadiğini bolsa, birinci qilib dünya hayatı bizni özüge xuddi magnetdek tatib, şeytan bizge ahiretini unutulduruyotgan, etrafda zulümler haddidan eşip, ümit çıraqlari o'chib qilayotgan, hamma odam mushu faqat vaqtliq dünya uchunla hamma narsani sarf qilayotgan, yoshlar vaqtliq lazzatlarning keynidan qo'g'lashib, o'zlarining yoshligini behuda isrof qilayotgan, nurg'unlagan kishilar ruhiy puchaklikka qarab menayotgan bugungi kunda qiyomatni eslash va yoki eslatish bizni g'aflat uyqusidan o'g'itib, moddiy dunyo bilan ma'naviy dunyo o'rtasidagi muvozanatni tangpong ilib berishga turtki bo'ladi. Shundaqla bizni şeytanın hili mekirlerinden saklap, vaqtliq keyindan azap ergeştirip kildigan lezzatlardan yiroqlashtiradi. Va shundaqla yuz berishida hech bir shak bo'lmagan qiyomatga tayyorlik qilishimizga undaydi. Qiyomat kunidagi zolimlarning dahshatidan ko'zlari chakchib ketadigan azobni bizga eslatish orqali qalbimizga shifo bo'ladi. Chunki shundaq bir haqiqat borki, mayli fuqaro bo'lsin va yoki podshoh bo'lsin, mayli kuchlik zolim bo'lsin, bu dunyoda yashaydi, ketadi. Vaqtliq turadi, uzun turmaydi. Bugun kunimizda bizga zulm qilayotgan zolimlar bo'lsin va yoki atrofimizdagi musulmonlarning qini to'kayotgan zolimlar bo'lsin, ularmi cho'qim ketadi. Yaxshi yashaganlarmi ketadi, yomon ishlarni qilib, nafsiga aldinib yashaganlarmi ketadi. Bizmi o'xshash ketamiz. Bizni tunuydigan eng oxirgi odam mohiyatdan ketgandan keyin bizning mohiyat yashaganligimizni hech kim bilmaydi. Har zulmatlik kechadan keyin tong otgandek, qattiq sovuqdan keyin illiq bahri kelgandek, mazlumlarning yig'isidan keyin, ig'ir zulmlardan keyin cho'qim mazlumlar kuladigan, o'zining vataniga qaytadigan, nusratga erishadigan kun cho'qim keladi. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah. Qandaq bir odam zarrachilik yaxshilik qilgan bo'lsa, oilasiga, ayoliga, bolalarga va yoki atrofidagi xalqiga, jamiyatiga zarrachilik yaxshilik qilgan bo'lsa, u zarrachilik yaxshilikning mukofotini cho'qim ko'radigan kun keladi. Va shundaqla va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara, o'ziga, oilasiga va yoki jamiyatiga qandaq ziyon solgan bo'lsa, va yoki boshqa musulmonlarga ziyon solgan bo'lsa, u cho'qim zarrachilik kichik bo'lgan taqdirdami, cho'qim uning jazosini tortadi. Lekin ko'pincha kishilar bununla işenmeydi. Her bir adam yaşıp aldık ketimiz deydi. Kılıp aldık ketimiz deydi. Urup aldık, zulüm kılıp aldık ketimiz deydi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala innes sa'ate la'atiyetul la raybe fiha velakin ekseran nasi la yu'minun. Kıyamet çukum kâgüçi. Onun da hiçbir şek yok. Lekin kişilerin köpüncüsü şenmeydi o deydi. Allah Teala her bir zalim onun dehşetinden gözünü çekçiyip ketadigan, Allah yolda cepaat atgan kişiler külüdigan, huzur alıdigan, huşallık aldıgan günün çokum kildiganlıqını ta'kidlab, la uqsimu bi yawmil qiyamah. Kıyamet günü bilen qasam ki, ve la uqsimu bin nefsil lawwamah. Özünü malamet kılgıcı. Yani bir hatalıkını qıp bulab, onu kıldım, bunu kıldım deydigan, özünü malamet kılgıcı bu nefs bilen qasam ki, kıyamet çokum boladı. Allah yolda cepaat atqanlar, mukafatını görüdigan gün çokum keladi. Gaflet yaşaganlar, kıyametke tayyorlik qilmaganlar, Allah üçün bir iş qilmaganlar, faqat özünü o'ylab yashaganlar, qilgan ishlarining mukofatini va yoki jazosini tortadigan kun cho'qim keladi. Ayahsabul insanu allan najma'a 'izama. İnsan so'ngaklarimizni jam qilinmaydi. Ya'ni chirib ketgan so'ngaklarimizni bir yerga akilanmaydi deb o'ylamdi. Bala qodirina ala an nusawwiya banana. Balki biz ularning eng nozik bo'lgan barmoqlarini, ya'ni barmoq va barmoq izlarining hammasini to'liq asli keltiramiz deydi. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Balki inson qiyomatni yiroq sanab, va yoki qiyomat bo'lmaydi deb o'ylab, xato yo'lida, gunohida, zulmida avzaylaydi. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Unda bo'lsa, qiyomat bo'ladigan bo'lsa, zolimlar ko'zlari chakchib ketadigan, u dahshatli kun keladigan bo'lsa, qachon keladi? Qani aytib boq deydi. Fa iza bariqal basar. O kunda ko'zlar to'lishadi. Hozirgidek uchuq ko'maydi. Va xasafal qamar. Kun tutildi, butun yer sharini tun qorong'u qoplaydi. Va jumi'ash shamsu wal qamar. O kunda kun bilan oy birga keladi. Yaqulul insanu yawma idhin ayna al-mafar. Ana shunda tun qorong'u bo'lgan, kishilar nega minishini bilmay qolgan, qo'ygan pullarini, qo'ygan mashinalarining nega ekanligini bilmay qolgan, ko'zlari to'lashgan ana shunday kunda insonlar aynal mafar, na qochimiz, na bi xatar, nega boramiz deb surishib ketadi. Nima uchun? Chunki o kunda yawma tarjufur rajifa. Zamin va zimindagi narsalarning hammasi qo'shib tarvaydi. Biz yer tarvashni siqib baqdik, kurab baqdik. Yer tarvaganda inson nega qochishni, nega berishni bilmay qoladi. Qiyomatda uningdan dahshatlik, uningdan nechasi qo'rqinchli bir ahvol bo'ladi ki, yawma
يَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. O kunda şundaq bir dahşat buluduki, bir ayal imitiyotgan balasını unutuydu. Adette bir ananinki balasını unutish asla ve asla mümkün emas. O bala tek süt imitiyotgan bolsa, onu unutishi texmi mümkün emas. Çünkü ana balamning qusqi açdimi, hildi qaldimi deb o'ylablam turdi. Lekin o kunning dahshatidan bir imitiyotgan ayal o'zining imitiyotgan balasının ba ekanligini unutuydu. Çünkü faqat üzülalam bo'lib qoladi. Mening ahvolim qandaq bo'la, men o'zimni qandaq qutuldiraman deb mana shu endişe ichida o'zining süt imitiyotgan balasini unutuydu. Va tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Hamildar ayollarning hammasining bo'yidan ajrab ketadi. Va taran nasa sukara va ma hum bisukara. Kishilarning hammasini, ya'ni zamin ustidagi bütün insonlarni xuddi mastak ko'rasiz. Ya'ni lappanishib turgan, naga berishni uqolmay turgan, daldanishib turgan, ya'ni dahshatdan, qo'rqinishdan hoshini yo'qotgan xuddi mastak ko'rasiz. Va ma hum bisukara. Lekin ular mas emas, ular haroq ichmagan. Ular Allohning azobining qattiqligidan o'zining hoshini yo'qotgan, xuddi mastak bo'lib qoldi deydi. Çünkü o kunda shundaq bir dahshat borki, bir odam o'zining qarindishidan qochadi. Hayot vaqtida kasal bo'lib qolsa, qarindishi uchun har narsani berishga tayyor bo'lgan bir qarindosh o kunda qarindishim mendan bir narsa so'rab qolmasin. Men qarindishimni deb o'zimni qutuldirolmay qolmay deb qarindishidan qochadi. Qarindishidan emas, va ummihi va abihi va sahibatihi va bani. Onasi dadisidan qochadi. Do'stlaridan qochadi. Ma hayotda birga o'ynashib bergan, birga yishib bergan, birga ichib bergan do'stlar birisi-birisidan qochadi. O vaqtda birisi-birisini qutuldirmaydi. O vaqtda birisi-birisini qo'l tutib mangmaydi. Va shundaqla bir ota o'zining bolalaridan qochadi. Chunki o kun shundaq bir dahshatli kunki, o kunni hozir tasavvur qilishimiz intayin qiyin. O'ylab boqing. Butun yer sharida yo'qlik deydigan bir narsa yo'q. Qorong'ulik bo'lmi? Tun qorong'ulik. Ya'ni hech qanday narsani farq etkili bo'lmaydigan qorong'ulik. Chunki o vaqtda fa'idan nujumu tumisat, butun yulduzlar o'chib to'kiladi. Va idas samau furijat, osmon yeriladi. Va idal jibalu nusifat, tog'lar titib etilgan yungdek bo'lib ketadi. Va idal biharu sujjirat, dengiz bo'lsa lavldab kuyayotgan o'tga aylanadi. Ya'ni o't dengiziga aylanadi. O'ylab boqili, yer sharining 70%dan ortiq qismi suv, dengiz, okeanlar. Ana shu dengiz, okeanlarning hammasi lavldab kuyayotgan o'tga aylansa, u vaqtda yer sharining temperatsurasi nim bo'lib ketadi. U vaqtda biz qilgan istutaklar bizni qanchalik bearam qila, buni tasavvur qilmoq intayin qiyin. Dengizlam emas, u vaqtda osmonmi eritilgan mistak bo'lib qoladi. Alloh taolo Qur'on Karimda yawma takunus samau kal muhl, u vaqtda osmon eritilgan mistak bo'lib qoladi. Tog'lar bo'lsa hukm talqon qilingan, etilgan ranglik yungdak bo'lib qoladi deydi. Bu kun mana shundaq dahshatli bo'lganligi uchun Alloh taolo Qur'on Karimda yuzlab oyatda bizni bu kundan ogohlantiradi va shundaqla bu kunga tayyorlik qilishga buyuradi. Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhan nasu taqu robbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. Ey xaloyiqlar, Robbinglardan qo'rqinglar. Hargiz sal qaramanglar. Ma vaqtli hayotga oldinib, oxirat hayotinglarni unutmanglar. Inna zalzalatas saati la shay'un azim. Qiyomatning tarvishi nihoyat buyuk bir ish, dahshatli bir ish deydi. Va shundaqla Alloh taolo yana bir oyatda ya ayyuhan nasu taqu robbakum. Ey xaloyiqlar, Allohdan qo'rqinglar. Hargiz hech narsadan qo'rqmay, hech narsani ehtiyot qilmay, hech narsani o'zingizga tortmay bundaq yashamanglar. Allohdan qo'rqinglar. Har bir ishning hisob kitobi bor. Wahshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'a. Shundaq bir kundan qo'rqinglarki, bola otasiga asqatmaydigan, ota bolasiga asqatmaydigan, ya'ni ota bolalik munosabatni ishlamaydigan u kundan qo'rqinglar. U kunga tayyorlik qilinglar. Ya'ni Alloh buyurgan ishlarni qilish orqali, oxiratni g'am qilish orqali, ma hayotni vasita qilish orqali u kun uchun tayyorlik qilinglar. U kunda balanglarning tirishchanligi, yaxshi o'qiganligi asqatmaydi. U kunda dadanglarning mansabdari bo'lganligi va yoki puldari bo'lganligi asqatmaydi. Agar bala yaxshi o'qishni oxiratga vasita qilmagan bo'lsa, agar bir dada mansabini, pulini oxiratga vasita qilmagan bo'lsa, u narsalarning hech qaysi asqatmaydi. Agar birisi yaxshi o'qigan bo'lsa, yaxshi o'qishni oxiratga vasita qilgan bo'lsa, oxiratga g'am qilgan bo'lsa, men mushu yaxshi o'qishim orqali oxiratim uchun bir ish qilay degan bo'lsa, pul orqali, mansab orqali Alloh taolo qanday ne'mat bergan bo'lsa, uni oxiratga bir vasita qilgan bo'lsa, mana bu asqatadi. Undan boshqa hech qanday bir munosabat asqatmaydi. Ana shu kun uchun tayyorlik qilinglar deb Alloh taolo Qur'on Karimda yuzlab oyatda kelishidi. Hech bir shak bo'lmagan. Hatto kofirlarmi dunyo oxirlashidi deb dunyoning oxirlashiga ishonadigan, ya'ni qiyomatning bo'ldiganligi ishonadigan u kundan bizni ogohlantiradi. Va shundaqla u kunga tayyorlik qilishga buyuradi. Bir oyatda emas, bir qancha oyatlarda. Bo'libmi biz har kuni namozda Sur Fotihaning keyinda o'qiydigan o qisqa surlarning hammasida degudak ana shu qiyomatdan bizni
agahlandıradi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhannas inne va'dallahi haqqun fela taghurrannakumul hayatud dunya. Ey xaloyiqlar, ey aqlliq insonlar, Allah'ның va'disi haq. Allah'ның özünün yolunda japa tatqanlarga beradigan mukofoti haq. Allah'ның bexut yaşagan ahiret hayatını ma dünya hayatıga tegishib, ahiretni unutup, mushu dunyoda yashab olay, mushu dunyoning lazzatligiga qanoat qilay deganlarga beradigan jazosi haq. Va shundaqla kishilarga zulm qilgan, boshqalarning haqqini yavagan kishilarning jazosini beradiganligimi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Sizlarni hayoti dunyo aldab qo'ymasin. To'g'ri, ma hayoti dunyoning lazzati bor. Bu lazzat sizlarni aldab qo'ymasin. Aqlinglar bilan o'ylab baqinglar. Ana shu lazzat boqiy qalamdi. Uzun davomlashamdi. İlgari o'ynaganlarni eslab baqinglar. Lazzat olgan ishlaringlarni o'ylab baqinglar. U lazzatni his qila olamsizlar? His qila olmaymiz. Demak, dunyoning lazzati ana shundoq vaqtliq o'tguncha sizning qalbinglar yana to'ymaydi. Shunga fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dunyo hayotiga aldanmanglar deydi. Chunki qarab baqadigan bo'lsak, dunyo hayoti xuddi tuzliq suvga o'xshash. Sussaymiz, ichimiz, qonmaymiz. Sussaymiz, ichimiz, qonmaymiz. Ya'ni qanchalik gunoh qilib qalbimizni huzur topib uchun har qanday ishlarni qilib baqayli, vaqtliq lazzatdan keyin nihoyat bearamlik, pushaymon, azob agishib keladi. Nimishqa? Chunki ma hayotdagi lazzatlar hammasi vaqtliq o'tguncha, oxiratdagi lazzatninki bir tetimi. Shunga buniga aldanmay, ha inson shundaq lazzatlanadigan narsa bor ekan, lekin bu hayotdagi lazzatlar hammasi vaqtliq ekan. Shundaqla bu harom ishlar bo'lib qolsa, uning keyin azob agishib keldi ekan. Insonning qalbi qandigan, ajoyib xushal topadigan, lazzat oladigan bir jannat bor ekan. Shuning uchun nafsimni yig'ib, men shu oxiratdagi vaqt o'tmaydigan abadiy bo'lgan lazzat uchun tirishay deb ana shuningga tirishinglar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Bundaq vaqtli hayoti dunyosini aldab qo'ymasin, oxiratni unutildirmasin. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sizning shayton Allohning afusi bilan hargizmi aldab qo'ymasin. Shaytonning vasvasiga aldanmanglar, qiltiqiga dassamanglar. Hayoti dunyoning lazzatiga aldanmay, hayoti dunyoni oxirat uchun vosita qilinglar deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ma hayoti dunyoga aldanib, oxiratni unutishdan, Allohning afusiga aldanib, nafsimizga agishib yashab qolishimizni qattiq ogohlantiradi. Shundaqla Alloh taolo qiyomat uchun har bir jon nimani tayyorlaganlik qarab baqsin deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo har birimizga o'xshamagan shaklda bir ortiqchilik bergilik, o'xshamagan shaklda jannatga kiraverishimiz uchun ba'zi bir amallarga bizni muvaffaq qilganlik, ba'zi kishilarga Alloh taolo pul berish orqali ana shu pulingni Alloh yo'lida xarjlab jannat kirib ol degilik, ba'zilarga ilm berish orqali ilminga riyo aralashtirmay, shuhrat aralashtirmay ilm o'g'itib, ilm taqtib jannat kirib ol deb uningga muvaffaq qilganlik, ba'zi odamga hijrat, jihad va undan boshqa turli amallarning hammasini o'xshamagan shaklda har birimizga muvaffaq qilganlik. Ana shu bizning jannat kirish ishimiz. Shuning uchun agar biz bexud o'tgan bo'lsak, mening jannat kiradigan qanday amalim bor, nimam orqali jannat kirma, Alloh taolo menga qanday ortiqchilik berdi, qaysi ortiqchilikim orqali jannat kirma deb vaqt o'ynashimiz kerak. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanutaqulloh wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Ey Allohga ishongan kishilar, Allohdan qo'rqinglar, ko'nglinglar nimani ta'sir shuni qilib yashamanglar. Allohdan qo'rqinglar. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Har bir jon atisi uchun, chuqum boradigan oxirat hayoti uchun nimani tayyorlaganligini qarasin deydi. O'ylab baqinglar, bir yerga tayyorliqsiz bo'lsak, u yerda jafo tatib qolamiz. Hammamiz oxiratga boramiz deymiz. O'lgandan keyin bir hayot bor, hammamiz boramiz deymiz. Ammo u yerga hech qanday tayyorlik qilmasak, u vaqtda har bir odam o'zining holidan bo'lib qoladigan tursa, bir odam mendan savob talab qilib qolarmi deb onasidan, dadasidan, qarindoshidan qochadigan tursa, biz u vaqtga bexud yozsak, bu qandoqmi u yerga ishonganligimizning bir isboti bo'lsin. Bu amaliyotda biz ishonamiz desakmi, u yerga gumonimiz, shak va yoki ishonmaganligimizning bir alomati. Chunki bir odam bir yerga ko'chmoqchi bo'ladi ekan, chuqur u yerga tayyorlik qiladi. Bir odam vatandan chet elga chiqmoqchi bo'ladi ekan va yoki bir shahardan bir shaharga bormoqchi bo'ldi ekan, chuqur boradigan shaharda nima xarjlayman, nima kiyman, nima yeyman, buni o'ylashadi. Hamda har birimiz oxiratga borganligimiz aniq tursa, u yerga hech qanday tayyorlik qilmasak, biz u jazoga loyiq emasmi? Alloh taolo Qur'on Karimda "Val tanzur nafsun ma qaddamat lighat." Har bir odam atisi uchun, ya'ni oxirat hayoti uchun, boradigan yeri uchun nimani tayyorlaganligi qarasin deb bizni ogohlantirgan tursa, mushunda qatma-qat ogohlantirishlardan keyin yana bexud yursak, uning qarta tayyorlik qilmasak, bir yaxshilik daraxtlarini o'zimizga tikmasak, bizdimi aqlsiz, bizdimi bexud inson bo'lamdi? Chunki bir oyatda emas, ikki oyatda emas, yuzlarcha oyatda Alloh taolo bizni bundan eskartdi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun." Ey mu'minlar, ey Allohga ishongan kishilar, oxiratdan keyin jannat bor, do'zax bor deb ishongan kishilar, bir narsa sotib olg'ili bo'lmaydigan, ya'ni pul asqatmaydigan, do'stlik asqatmaydigan, shundaqla orchilik, ya'ni vositachilik asqatmaydigan u kun kelishdan ilgari sizlar Allohdan qo'rqinglar. Alloh sizga bergan u narsalardan, mol dunyodan Alloh yo'lida chiqim qilib, u kuninglar uchun tayyorlik qilinglar deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo kelishida hech bir shak bo'lmagan u qiyomat uchun bizni mana shundaq takror ogohlantiradi. Chunki u kun yawmus saha, quloqlarni qattiq pon qilib o'tadigan dahshatli ovoz kuni. Chunki u kun al-qari'a,
qo'rqinchli, dahshatli bir kun. Chunki u kun yawmut tamm, eng cho'ng musibat va eng cho'ng fojialik bir kun. Chunki u kun yawmuz zalzala, qattiq yatarvaydigan bir kun. Chunki u kun al-qulubu ladal hanajir kazimin, qalblar yurakka ketlishib qoldigan kun. Chunki u kun yawmul azifa, nayt yiqillab qolgan kun. Çünkü o gün yevmul haq. 100% muqarrar bo'lgan, yuqorida o'tganimizdek kapırlarning hayot oxirlashadi, quyoshning energiyasi tugaydi, zimindagi inson ehtiyoji bo'lgan narsalar tugaydi deb ishongan bir kun. Ya'ni muqarrar bo'lgan bir kun. Shuning uchun asla va asla g'aflatga tushmayli. Shayton bizni hayotning uzunligi bilan, qiyomatning yiroqligi bilan aldab qo'ymasin. Yiroq bo'lsa-mu, chuqum keladi. Amaliyat yiroq emas, lekin shayton bizga buni yiroq va kelmaydigandek, va xam xiyaldek va fantaziyadek bu shundaq tasavvurlarga akilib, bizni bu kundan bexud qo'ymoqchi bo'ladi. Shuning uchun asla va asla shaytonga aldinib, u kunga tayyorliqsiz yashamayli. Chunki har birimiz o'lib ketadiganligi haqiqat. Agar biz aqlimizdan o'ylab baqsaqmi, bu hayotning imtihon ekanligini bilalaymiz. Bir odam tug'iladi, cho'ng'iladi, Alloh taolo uningga turli shaklda imkonlarni beradi. Ondan keyin o'lib ketadi, ondan keyin yana yangi buvoqlar tug'iladi. Ya'ni biz o'lib ketish bilan ma dunyo hayot oxirlashmaydi. Biz yashashdan ilgari odamlar yashagan hayotda mana shunday qilib bu imtihon davomlashadi toki qiyomat kelguchilik. Shuning uchun bizning kichik qiyomatimiz bo'lgan o'lim uchun va cho'ng qiyomat uchun chuqur bir ishlarni qilaylik. Alloh bergan imkonlarni zayo qilmaylik. Qiyomat kunidagi dahshatdan bizni nimalar qutuldira oladi? O'lgandan keyingi abadiy hayotda bizni qutuldiradigan, asqitadigan zodi nima? Qiyomatning ana shunday dahshatidan bizni qutuldiradigan va shundaqla oxirat hayotimizda bizga asqitadigan bo'lsa, birinchi qilib Allohga bo'lgan iymonimiz. Iymon men Allohga ishonaman deb quyishlardan bo'lmaydi. Iymon salaf olimlarimiz degandek, u qalbda chin tasdiq, so'zda iqror qilish, amaliyatimizda isbotlash. Men Allohga ishonaman deb hech ish qilmasa, ishongan Alloh uchun sevgisini ifodalamasa, badal to'lamasa, faqat Allohga ishonaman, men musulmon, jamoatdan olishiman deb qo'yish bilallam musulmon bo'g'ili bo'lsitdi, jannat kirgili bo'lsitdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom unchalik jafolarni tatmagan bo'ladi. Sahobalar unchalik jafolarni tatmagan bo'ladi. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu Istanbulga kelib yurmas edi. Undan boshqa 10 mingdan ortiq sahobalar Rasulullohning yurti bo'lgan, shundaqla o'zining yurti bo'lgan ona vatandan ayrilmas edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hayoti qarab baqadigan bo'lsak, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va sahobalar men mu'min, men Allohga ishonaman, men oxiratga ishonaman deganni qanday isbotladi? Amaliyat bilan isbotladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan keyin nurg'unlagan sahobalarning hammasi taraf-tarafga mas'uliyatini ado qilish uchun, men Allohga ishonaman degan gapni isbotlash uchun, islomni tarqatish uchun, islomni kengaytirish uchun hammasi yurtini tashlab hijrat qildi, safar qildi. Ba'zilari Alloh yo'lida jihad qildi. O'ylab baqing, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning muazzini bo'lish, Masjid-i Nabaviyning, haramning muazzini bo'lishdan cho'ng bir ulug' bir ibodat bormi? Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning muazzini, Rasululloh bilan jihadlarning hammasiga degudek qatnashdi. Shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning muazzini bo'ldi. Eng ulug' xizmat. Shundaq turib shundan kupaylandimi? Endi mening amalim yetidi dedimi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vafot topgandan keyin Hazrat Abu Bakrning davrida Hazrat Abu Bakrdan ruxsat so'rab, men Alloh yo'lida jihad qilib hayotimni jihad bilan oxirlashtiray deb ana shundaq ulug' yo'lga chiqdi. Demak, sahobalardagi iymon mana shu. Sahobalardagi iymon ularni jim turg'izmaydi. Alloh yo'lida harakat qilg'izatdi, bir ishlarni qilg'izatdi. Endi biz nimamizga xotirjam, nimamizga ishonamiz? Men Allohga ishonaman deb qo'yish bilan qutula olamiz deb o'ylandik. Asla mumkin emas. Undaq iymon bizni asla va asla qutuldirolmaydi. Chunki iymon qalbda bo'ladi, meva beradi. U qalbda bo'lib, meva bermagan, ya'ni amaldan iborat mevalarni bermagan iymon xuddi mevasiz daraxtga o'xshaydi. Mevasiz daraxtning qimmati bo'landi, qimmati bo'lmaydi. Dal shuningga o'xshash, iymonning mevasi bo'lmaydi ekan, u haqiqiy ma'nodagi iymon bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda bizni oxiratning dahshatidan qutuldiradigan va shundaqla qiyomatda oxiratni bizga asqitadigan iymonni sifatlab, alam tara kayfa daraballohu masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabitu va faruha fis sama. Ey Muhammad, Allohning iymonni mundaq bir misol bilan tushuntirganligini ko'rmadingizmi? U iymon shundaq bir narsaki, u bir pak daraxtga o'xshaydi. U daraxtning yiltizi nihoyat mustahkam, cho'nqur yiltiz tatgan va faruha fis sama. Uning shoxlari osmonga taqashgan, ya'ni Allohga tayangan. Tu'ti ukulaha kulla haynin bi izni robbiha. Har vaqt meva berib turadigan bir daraxtga o'xshaydi deydi. Ya'ni iymon uning yiltizi qalbimizda mustahkam o'rnagandan keyin meva berib tursa, har vaqt sohibiga undan keyin u Alloh qabul qiladigan, qiyomatda bizni qiyomatning dahshatidan qutuldiradigan, oxiratda bizga asqitadigan iymon bo'ladi. Va shundaqla qilgan amallarimiz, Alloh bergan imkoniyatdan foydalanib qilib olgan yaxshilarimiz bizni qiyomatning dahshatidan qutuldiradi. Oxiratda bizga asqitadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yawma tabyaddu wujuhu va taswaddu wujuh, u kunda mu'minlarning, ya'ni Allohga haqiqiy ishongan kishilarning qalbida meva bergan iymon o'rnagan kishilarning
yüzü op-ak nurluq bo'ladi. Va taswaddu wujuh kafirlarning saxta iymon bor kishilarning yuzlari qop-qora bo'ladi deydi. Va wujuhu yawma idhin musfira dahikatun mustabshira. U kunda nurg'ulgan yuzlardan xushalliq va kulki yig'ib turadi. Va wujuhu yawma idhin alayha ghabara tarhaquha qatra. U kunda nurg'ulgan yuzlarni chang tuzon to'pi besib ketgan bo'ladi. Shundaqla yuzlari qardab ketgan bo'ladi deydi. Bu yuzlar qanday yuz deganda kafirlarning yuzi, zolimlarning yuzi, munofiqlarning yuzi va shundaqla musulmon deb qab saxta iymonni ko'tarib yurgan fasiqlarning, mujrimlarning yuzi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda yuqorqi oyatning davomida ulaika humul kafaratul fajara ana shular bo'lsa, yuzi qardab ketadigan, yuzlarini chang tuzan besib ketadigan kishilar bo'lsa, ular kafirlar va fojirlar deydi. Ya'ni Allohga ishonmagan kishilar, zolimlar va fojir, fasiq kishilar. Men Allohga ishonaman deb qo'yib iymonning taqozosi bo'yicha ish qilmay, nafsining taqozosi bo'yicha ish qilganlar, havoy havasining taqozosi bo'yicha ish qilganlar mana shu fojirlarning yuzi deydi. Shuning uchun ma hayotda Allohga ishonaman degan iymoni uchun jafo tortganlar, nafsiga qarshi kurash qilganlar, nafsini yig'ib, nafsidan voz kechganlar, jafo tortganlar, qo'rqqanlar, andishiga tushganlar, ana shu dahshatli kunda, hamma odam andishiga tushadigan kunda xotirjam bo'ladi. Dal aksicha nafsiga qul bo'lib, havoy havasiga qul bo'lib, ma hayotda xotirjam yashaganlar, Allohdan qo'rqmaganlar, andishsiz ko'ngli nima ta'sir shuni qilib yashaganlar bo'lsa, ana shu dahshatli kunda qo'rqinishga va dahshatga qopsiradi. Chunki Shaddad ibn Aws naql qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Allohdan naql qilib turib mundaq deydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Va izzati va jalali la ajma'u li 'abdi amniyin va la khawfin." Mening izzatim bilan, ulug'ligim bilan qasam bo'lsinki, men bandamga ikki xotirjamlikni va ikki qo'rqinishni tan qilmayman. Ya'ni bandam ma hayot mendan qo'rqib, mendan andisha qilib, jahannamdan qo'rqib, o'zining nafsiga qarshi kurash qilib, ko'ngli nima ta'sir shuni qilmay, Alloh buyurgan ishlarni jafo ta'simi qilgan bo'lsa, ya'ni qo'rqinch ishida men jannat kirmay qolamanmi, jahannamga kirib ketib qolamanmi deb shundaq andish ishida yashagan bo'lsa, men u bandamni ana shundaq hamma odam qo'rqadigan dahshatli kunning dahshatini saqlab qolaman. Hargizmi uni dunyodami qo'rqitib, dahshatli kundami qo'rqitmayman. Ikki qo'rqinishni bir bandamda qilmayman. Aksi yana bir bandam ma hayotda xotirjam yashagan bo'lsa, oxirat haqida andish qilmay, Allohdan qo'rqmay, jahannamdan qo'rqmay, jannatga kiramay qolamanmi deb andish qilmay xotirjam yashagan bo'lsa, men hayotda men uni dahshatli kunda xotirjam qilmayman, oxiratda xotirjam qilmayman. Ya'ni uningga ikki xotirjamlikni jug'lamayman deydi. Shuning uchun u dahshatli kunda xotirjam yashamay qolmayli, oxiratda xotirjam yashamay qolmayli deydi ekanmiz. Men hayotda xotirjam, andishsiz, Allohdan qo'rqmay, nafsimiz nimaga boshlasa shuning keyinda mengab yashamayli. Men hayotda bir oz Allohdan qo'rqib yashayli, Alloh cheklagan ishlarni yenib yashayli, Alloh buyurgan ishlarni qilib jannatga kiramay qolamanmi degan bu xil andish ishida yashaylikki, qiyomat kunining dahshatidan Alloh taolo bizni saqlab qolsin. Oxirat kundagi u andishalik hayotdan bizni saqlab qolsin. Oxiratda abadiy xushallik bo'lgan u hayotda bizni mangu xushal yashassin. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda fawaqahumullohu sharra zalikal yawm, Alloh taolo ma hayotda jafo tortgan, men Allohning yo'lida bir ish qilaman deb g'arib bo'lgan, boshqalar tarafidan chetga qilgan, yolg'iz qilingan, malomat qilingan, masxira qilingan mana shundaq jafo tortgan kishilarni qiyomat kunining dahshatidan saqlab qolaman. Walaqahum nadrata va surura. Hamma odam ana shundaq tun kechida, tun qorong'uda qoladigan, yuruq bo'lmagan kunda ularga Alloh taolo nur ato qiladi va surura va ana shundaq hamma odam dahshatli qo'rqinchga tushgan kunda ma hayoti dunyoda o'zining nafsini yiqqan, boshqalar o'ynayotgan bo'lsa o'ynamagan, boshqalar ko'ngli nima ta'sir shuni qilayotgan bo'lsa, men undaq qilmay, hisob kitobba deb o'zining nafsini yiqqan kishilarga xotirjamlik, xushallik ato qiladi deydi. Bilganimizda qiyomatning eng cho'ng dahshatlaridan birisi bo'lsa qorong'ulik. Ya'ni hech narsaning ko'ngili bo'lmaslik, tun qorong'ulik. U vaqtdagi eng cho'ng ne'mat bo'lsa Allohning nadra, ya'ni nur va yo'riqlik berishidir. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qiyomatda bizga nur bo'ladigan, nurg'ulgan amallarni ko'rsatib qo'ygan. Va shundaqla ba'zi amallarning Uhud tog'idek bizga nur bo'ladiganligi, ba'zi amalning xurma darxidek nur bo'ladiganligidan bizga xabar bergan. Ya'ni qiyomat kuni, ya'ni yulduzlar o'chgan, tun qorong'u bo'lgan kunda Alloh taolo har bir odamga ma hayotda qilgan amali miqdori nur beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu haqda faminhum man yu'ta nurahu mithlu jabalil azim yas'a bayna yaday. Ularning ichidan, ya'ni mu'minlarning ichidan shundaq kishilar borki, ularga cho'ng bir taqqa o'xshash nur beriladi. Nur ularning oldini yuritib mangdi deydi. O'ylab baqing. Ana shu bütün kishilarning hammasi tun qorong'uda qolgan vaqtida sizning oldingiz yo'q bo'lsa, buningdan katta bir ne'mat bo'lmasligi mumkin. Chunki u kunda shundaq bir zulmat bo'ladiki, inson u qorong'ulikda nega berishini uqolmay qoladi. Mana shu vaqtda inson har birisi qilgan amal orqali nurga erishadi. U nurlari ularning oldida mengib ularga yo'l boshlaydi. Hatto munofiqlar mu'minlarga havas qilib, "Naqtabis min nurikum, nurlardan bizga azroq beringlar" deyiladi, ammo ularga berilmaydi. Toki sirat ko'rigidan o'tkichilik nur ularning oldidan ana shundaq yo'l boshlab mangadi. Shuning uchun
Shuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nurg'unlagan amallarning qiyomatda nur bo'lganligidan bizga xabar bergan. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom innal muqsitin, ya'ni adil kishilar, so'zda adil bo'lganlar, ish harakatida adil bo'lganlar, maydonida adil bo'lganlar qiyomat kunisi nurdan bir munbarda bo'ladi. Shundaqlar Rahman taolaning o'ng tarafida bo'ladi deydi. Ya'ni adillik bizga qiyomatda nur bo'ladi. Adolat prinsipi bugungi kunimizda musulmonlar yo'qotib qo'ygan eng muhim prinsiplarning birisi. Amaliyat adolat islomning eng asosiy prinsiplari. Adolat desa faqat tarozilam isimiz kelmasin. Ma'naviy jihatdagi qimmat qarashimizdagi maydonlarimizda bu adolat aks etadi. Masalan deylik, o'zimizga bevosita manfaat etadigan ish bo'lib qolsa, uni cho'ngaytimiz, uni nihoyat qimmatli ish qilib ko'rsatsak, agar u ishniki islomga manfaati va xalqimizga manfaati va musulmonlarga manfaati bo'lsa, bizga bevosita manfaat etmasa, uni muhim emas, va uning foydasi yo'q deb uni e'tiborsizlashtirsak, biz adil bo'lmagan bo'lamiz. Adillik maydonda adil bo'la olsak, mavqeda adil bo'la olsak, so'zda, ish harakatimizda adil bo'la olsak, hatto biz yaxshi ko'rmaydigan bir odam bir ishni vujudga chiqqan taqdirdami, garchi biz uni yaxshi ko'rsakmi, unga adil baho bera olsak, undan keyin biz adil bo'lgan bo'lamiz. Qiyomat kuni Rahman taolaning o'ng tarafida nurdan bir munbar ustida bo'lamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda bizga bundan xabar bergan. Shuning uchun bugungi kunimizda har bir musulmon qimmat qarashimiz olsun, sharakatimiz olsun, pozitsiyamiz olsun, shu adillik prinsipimizga qaytadan bir qarab chiqishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda qiyomat kuni bizga nur bo'lgan amallardan xabar berib, bashiril mashsha'ina ilal masajid bi nurit tam yawmal qiyama. Masjidga kechida qorong'uda minib mang'uvchilarga qiyomat kunisi to'liq bir nur bilan bishorat bergan deydi. Demak, at deganda haduq demay, suqoq demay, yiroq demay, at deganda masjidga borsak, hatto mashinamiz bilan borsakmi, ana shundaq shu mang'inimizning hammasi qiyomat kunimizga nur bo'ladi. Namozning o'zimi nur bo'ladi. Hatto namozni ilgirki tahoratmi nur bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qiyomat kuni tun qorong'uda mening ummatim tahoratli komil og'allari tahoratning ta'siridan ularning put qo'llari parlaq nurliq holatda keladi deydi. Onundan başka Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam men qara'a suratal kahfi yawmul cuma kanat lahu nur yawmal qiyamah. Qanda bir adam cuma günü ise sur kahfini okusa kıyamet günü onun nur buludu deydi. Onundan başka Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam men rama bi sahmin fi sabilillah kana lahu nuran yawmal qiyamah. Qanda bir adam Allah yolunda bir ok atadiken atkan okları kıyamet günü onun nur buludu deydi. Yani bir hadis Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam men şabbe şivveten fil İslam kanet lehu nuran yevmel kıyameh. Qanda bir adammış İslam yolunda çaç sakalını aqat ediken aş aqagan çaç sakallarına hemmisi kıyamet günü nur bulup yanıdı deydi. Onundan başka Allah yolunda yaxşı görüşken, Allah yolunda dostlaşkanlığımı kıyamet günü nurudun munber buludu. Hadisi kudüsüde Allah Teala el mutahabbune fi celali lehum menabir min nur. Minin ululukum yani minin yolumda dostlaşkanlığa ulağı nurudun munber buludu deydi. Demek yukarı amellerinin hemmesinde de köpünçümüz kılalayım. Bu amellerini biz oddiy sanab qilmaymiz, sal qaraymiz. Amaliyotda bu amellarning hammasi qiyomat kuni biz uchun nur bo'ladi. Undan boshqa qiyomatning yana bir dahshati bo'lsa qo'rqinch. Bu qo'rqinchdan qanday saqlanamiz? Bundan qutulishning yo'llarini Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga o'zining hadislarida ko'rsatib qo'ygan. Ba'zini qilolmasakmi, yana ba'zini qila olamiz. Masalan, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Men naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah." Qanday bir odam musulmondan ma dunyo hayotidagi bir qiyinchilikni hal qilib pasa, uning ishini asallashtirib pasa, uning qiyinchiligini ko'tarib olsa, g'am qayg'usini ketkizib olsa, Alloh taolo u bandadan qiyomat kunisi uningdan qiyinchilikni ko'tarib o'tadi deydi. Demak, ma hayotdagi oddiy bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, qarzni ko'tarib o'tish bo'lsin yoki qilinmagan ishni qilib berish bo'lsin, yoki o'ylanmay qolgan bolasini o'ylab qo'yish bo'lsin, qandoq bir qiyinchilik bo'lsin, bir musulmonning g'amga solgan ishini hal qilib bersak, mush qilib bergan ishimiz qiyomatda ana shu dahshatli kunda u kunning qiyinchiligidan qutulishimizga sabab bo'ladi. Undan boshqa bizning axloqimizning go'zal bo'lishi, boshqalarga yaxshi ta'sir berishimizdan iborat. Mush go'zal axloqimizmi bizni qiyomatdagi o dahshatli kundan saqlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda aqrabukum minni manzilan yawmal qiyamah ahsanukum axlaqa. Qiyomat kunda menga eng yaqin bo'lganlaringlar axloqlaringlar eng go'zali deydi. Qanday go'zal bo'lgan bo'ladi? Rasululloh qancha o'xshay olsak, shuncha axloqimiz go'zal bo'lgan bo'ladi. Biz ana shunday Rasululloh qancha o'xshab, qancha samimiy bo'la olsak, qancha rasul bo'la olsak, qancha so'zimiz turadigan bo'la olsak, qancha kishilarning haqqidan qo'rqa olsak, kishilar bizga qancha ko'p ishini olsa, Rasulullohga o'xshagan bo'lamiz. Bu vaqt qiyomat kuni ana shu dahshatli kunda Rasulullohga yaqin bo'lamiz. Rasulullohga yaqin bo'lgan odamga u kunning dahshati yetamdi, aslo yetmaydi. Shunga axloqimizni go'zallashtirish orqali u kunning dahshatidan qutula olamiz. Undan boshqa savdogar, tijoratchi va korxonchilarmi ana shu tijorat va savdolarda samimiy bo'lish orqali xaridorlarni oldimaslik orqali u kundagi dahshatdan qutula oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom at-tajiru saduqul muslim ma'an nabiyyin va siddiqin va shuhada. Samimiy, rostchil tijoratchi, korxonchi, ya'ni musulmon samimiy, rostchil tijoratchi payg'ambarlar bilan birga bo'ladi, rostchillar bilan birga bo'ladi, shahid
shahidlar bilan birga bo'ladi dedi. Demak, qiyomatda biz shahidlar bilan birga bo'la olsak, ya'ni qiyomatda hech qanday dahshat yetmaydigan o shahidlar bilan birga bo'la olsak, payg'ambarlar bilan birga bo'la olsak, siddiq, rasululloh bilan birga bo'la olsak, qiyomatning dahshati bizga yetamdi, aslo yetmaydi. Demak, tijoratchilarmi o'zlarining tijoratida ana shunday boshqalarni aldamaslik, samimiy bo'lish, ayibni yapmaslik orqali qiyomatning dahshatidan qutula oladi. Undan boshqa bir odam xususiy shaklda degan so'zni turish, va'dasiga vafo qilish, keniga yanolmaslik orqali qiyomat kunining dahshatidan qutula oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Xiyru ibadillahi indallohi yawmal qiyamah al-mufun al-mutayyibun." Qiyomat kuni Allohning nazarida eng yaxshi bandalar, ya'ni qiyomatda Allohning dahshatiga uchmaydigan eng yaxshi bandalar bo'lsa, va'dasiga vafo qilganlar deydi. Pulni paloni kunda beraman deb shu kunda qaytarganlar, keyini kechiktirmaganlar, va'dasi turmay, yolg'on aytmay, boshqalarni aldamay, va'dasi turganlar ana shu qiyomatning dahshatidan qutuladi deydi. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergandek, bir odamning 3 qizi bo'lsa, uni yaxshi tarbiyalasa, u uningga dozoqdan bir to'saq bo'ladi, parda bo'ladi dedi. Undan boshqa bir odamning ochchig'i kelgan vaqtida ochchig'ining keyniga kirib, nurg'un ishlarni qila oladigan turib ochchig'ini besib olsa, ochchig'ini yutib talsa, bu qiyomatning dahshatidan qutulib qolmasdan, mana mushundaq ochchig'ini basalgan odamni qiyomat kuni Alloh taolo o'rladan xoliqini tanlab ol deb mukofotlaydi deydi. Chunki bu ochchiqni yutish, ochchiqni besish intayin qiyin masala. Buni qila olganlar mana mushundaq mukofotga erishadi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yuzlarcha hadislarda, Qur'on Karimda nurg'ulg'an oyatlarda qiyomat kunining dahshatidan bizni qutuldiradigan va shundaqla qiyomatdagi u zulmli kunda bizga nur bo'lgan nurg'ulg'an amallarni ko'rsatib qo'ydi. U amallarning hammasini qila olmasakmi, ba'zisini qila olamiz. Ya'ni o'zimizga u kunda ozroq bo'lsa-mu nur bo'lgan amallarni qila olamiz. U amallarning cho'ng va kichik va har xil va xoliqini qaysi imkoniyatimizda bo'lsa, shuni qilish orqali o'zimizga nur hozirlanmasak, qiyomat kuni ya hasrata, voy hasrat deymiz. Undan boshqa qiyomatda bizga nur emas, zulmat bo'ladigan. Ya'ni qiyomatning zulmatini texmi zulmatlashtiradigan nurg'ulg'an amallar bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Az-zulmu zulumati yawmil qiyamah." Zulm qiyomatning zulmlaridan bir qorong'ulik deydi. Ya'ni qiyomatda bir odamga zulm qilgan bo'lsak, bu qilgan zulmimiz qiyomatdagi qorong'ulikni, qiyomatdagi zulmatlikni texmi qorong'u qilib o'tadi. Zulm deganlik bir odamni urush, tillash, haqorat qilish bu zulm. Shundaqla kichikda buzib ketish bu zulm. Va shundaqla ojiz deb ayolimiz olsun, boshqalar olsun, ularga vaqirash, ularga zulm qilish bu bir zulm. Va shundaqla boshqalarning qarz olib qaytarmaslik, ularni qiynash bu eng qattiq zulmlarning birisi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Qul ilkida batu pulusi baturib, imkoni baturib, boshqalarning pulusini qaytarmagan odam u zulmdir" deydi. Mana bu zulmlar qiyomat kunisi bizning nur bo'lgan amallarimizning ustiga zulmat bo'lib, bizni qorong'ulikda qo'yadi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, zulmdan qattiq saqlanishimiz kerak. U zulmning har xil turlari bor. Hammasidan qattiq saqlanishimiz kerak. Chunki zulm az-zulmu zulumat yawmil qiyamah. Qiyomat kunining zulmatlaridan bir zulmat. Mana bularning hammasi Alloh taolo tarafidan kelgan ogohlantirish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning avatishimi Allohning bir ogohlantirishi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergan hadislarni bizga bir ogohlantirish. Agar biz bunga sal qaramasak, bexutlashmasak, undan keyin biz qiyomatning dahshatidan, zulmatidan qutula olamiz. Agar sal qarab, ma hayotga oldinib mengi versak, ajal ushtum tutib keladi. U vaqtda qiyomat biz uchun yawmun nadama, pushaymon kunisi bo'ladi. Shunga asla va asla sal qaramayli, bexutlashmayli, chunki qiyomat yaqinlab qoldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bada al-islamu g'ariba va sayaudu kama bada. Islom g'arib boshlangan, ya'ni ojiz boshlangan, hamma odam islomga ahamiyat bermaydigan shaklda boshlangan. Va sayaudu kama bada. Ana shundaq boshlanganga o'xshash islom g'arib holatda qaytadi. Ya'ni oxirat, qiyomat islom g'ariblashgan vaqti bo'ladi deydi. Qarab qoladigan bo'lsak, bugun dal payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergandek, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning dastlabki davrlaridagi o'xshash kishilar islomga ahamiyat bermaydigan, islomdan o'zini yiroq sanaydigan, islomdan boshqa yo'llarni o'ziga chiqish yo'li qilib izlaydigan, islom desa besh og'riydigan, islomni faqat axloqni qo'dab bersan bo'ladigan bir ideologiya deb qaraydigan, mana shunday islom g'arib bo'lgan bir holat yashayapmiz. Bu qiyomatning yiqilishib qolganligining bir alomati. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qiyomat yiqilishib qolgan vaqtida mana shunday islom g'arib bo'ladi degan. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qiyomat yiqilib qolgan vaqtida shunday bir odamga ma aqalahu ma adrafahu ma ajladahu, u nima degan aqlliq, nima degan chechan, nima degan kuchlik deb shundaq kishilarning hammasi havas qiladi. Vaholanki u odamning qalbida iymondan zarrachilik yo'q deydi. Ya'ni kishilar shundaq bir davrga keladiki, qiyomat yiqilishgan vaqtida kofirlarga havas qiladi, buddistlarga, xristianlarga, yahudilarga havas qiladi. Ularning qalbida Allohga va uning payg'ambariga iymon yo'q. Shundaq tursa, u nima degan aqlliq, nima degan kuchlik deb kishilarning diqqati shularga burilib ketadi deydi. Bugun kunimizda qaraydigan bo'lsak, yoshlar kimlarga havas qiladi, kimlarni maqtaydi? Allohning balisi bor degan xristian topchilarni maqtaydi. Kishilarga zulm qilgan yahudi topchilarga havas qiladi. Ularni aqlliq deyishadi, ularga
havas qilishidi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mana mushu, ya'ni kishilarning dinsizlarga havas qilib ketishi qiyomatning bir alomati degan. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qattiqatir rahm, ya'ni sili rahmlar uzdido degan. Qarab boqadigan bo'lsak, bugun kunimizda tuqqanlar yaqlashyotidi. Birisi-birini yo'qlamaydigan holat kelishyotidi. Har bir odam shaxsiyatchilik qarab mengyotidi. Mana bu qiyomatning bir alomati. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qiyomat yaqinlashgan vaqtida vaqt yiqinlab ketadi. 1 yil 1 oydek, 1 oy 1 haftadak, 1 hafta 1 kundek bo'ladi degan. Bugun kunimiz qaraydigan bo'lsak, mayli vaqtning barakatning yo'qligida bo'lsin, va yoki 1 yilda qildigan ishni 1 oyda qilib pulash olsun, vaqt intan yiqinlab ketdi. Undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom taqarabul aswaq, bozor, so'l-satiqlar yiqinlab ketadi degan. Bugun kunimizda so'l-satiq uyimizning ichiga kirdi. Qo'limizdagi telefonga chiqdi. Bularning hammasi qiyomatning yiqinlab qolganligining bir alomati. Bizning g'aflatga tushmasligimiz uchun bir ogohlantirish. Amaliyotda buning o'zi bir yomon ish bo'lmasa-mu, lekin biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergan ishlar yiqinlab qapti, qiyomat yiqinlab qapti. Hushimizni topayli deb buningdan diqqat qilishimiz kerak. G'aflat uyqusini uyg'onishimiz kerak. Undan boshqa bugun kunimizda yuz berayotgan qiyomatning eng ro'shan alomatidan birisi bo'lsa, Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qiyomat yiqilishib qolgan vaqtida ata'ar rajul zawjatahu, bir odam ayoliga itoat qiladi. Va aqqa ummuhu, onasiga osilik qiladi. Onasining gapini anglamaydi. Hamda bugun kunimizga bir qarab boqali. Nurg'ulg'an yoshlar ayol deb onasini qaqshatmoqda. Ayol deb dadasini qaqshatmoqda. Bu deganlik ayolingizdan yomon o'ting deganlik emas. Ayolingizdan yaxshi o'ting. Ammo ayolingizni deb ota-onangizga qo'pol tegmang. Bu qiyomatning yomon bir alomati. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va adna sadiqahu va aqsa abahu, ya'ni qiyomat yiqilishib qolgan vaqtida bir bola, bir yigit, bir o'quvchi do'stiga yaqin bo'ladi, dadasi qo'pol bo'ladi. Ya'ni dadasiga ish sirini aytmaydi, do'stiga ish sirini aytadi. Hatto do'stini deb dadasining ko'ngli og'ritadigan, dadasini qaqshatadigan mushundaq ishlar yuz beradi. Mana bu qiyomatning alomati deydi. Bugun kunimiz qarab qo'yadigan bo'lsak, nurg'ulg'an yoshlarda ming afsuski qiyomatning bu alomati oshkor namoyon bo'lib o'tadi. Ya'ni ayolin deb onasi qaqshatadi. Ayolin deb onasini zaraltiyotidi, onasini yig'iltiyotidi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergandek, do'sti bilan yaqin, dadasiga qo'pol. Aslida do'sti bilan yaxshi o'tish kerak, ammo dadasi bilan yaxshi o'tish kerak deydi. Lekin xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, do'stini deb dadasini qaqshatadi. Do'stini deb dadasini yig'iltidi. Mana bu qiyomatning bugungi kundagi ro'shan alomatlardan birisi. Shuning uchun bugungi kunimizdagi yoshlar qiyomatning bu yomon alomatining bir namoyandasi bo'lib qolmasligini uchun asla va asla onanglarni qaqshatmanglar. Dadanglarni qaqshatmanglar. İçsiringlarni eng avval onanglarga yoki dadanglarga aytinglar. Hargizmi do'stinglarni deb dadangni qaqshatadigan, dadangni yig'iltirgan ish qilmanglar. Chunki ota-bolalik munosabatimi, ota-bolalik bag'dimi kuchlik bir bag' bir munosabat yo'q. Do'stlik ma'lum muddatgacha davomlashadi, ammo ota-bolalik mangu davomlashadi. Demak, bu hadislarga, bu hodisalarga qarab boqadigan bo'lsak, biz bexud yurgan qiyomatning ishkimizning tugab qolganligini ko'ramiz. Balkim biz uchun bu vaqt nihoyat uzundi, ammo Alloh uchun, ma hayotning umri uchun bu vaqt nihoyat qisqa. Shuning uchun asla va asla g'aflatga tushmaylik. Alloh taolo Qur'on Karimda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni va anzirhum yawmal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ey Muhammad, ularni hasrat kundan ogohlantirgin. Ya'ni ushtum tutmagan vaqtida hamma odam hasrat chekadigan o qiyomat kundan ogohlantirgin. Va hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Vaholanki bu insonlar, bu yoshlar, bu kishilar qiyomatni g'aflat ichida inkor qilmoqdadir. Yiroq sanab inkor qilmoqdadir. Shakda uning qarta gumoniy ko'z qarashda qarab uni inkor qilmoqdadir. Shuning uchun asla va asla ular g'aflatga tushmasin, qiyomatdan ogoh bo'lsin, hasrat kundan ogoh bo'lsin deydi. Shundaqla Alloh taolo innama yatazakkaru ulul albab, faqat aql egalarilar bundan nasihat oladi deydi. Alloh taolo hammamizni g'aflatga tushmaydigan, atrofimizda bo'layotgan ishlardan ibrat oladigan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning so'zlaridagi, Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi mo'jizalik ishlardan ibrat olib, qiyomat borkan, ma Allohning so'zi haq ekan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning so'zi haq ekan, o'limg'u haq, ham o'limdan keyingi ishlar haq ekan deb uning qarta tayyorlik bilan yashaydigan, nafsiga qul bo'lmay Allohga qul bo'ladigan, nafsi nega ta'sir qiladigan emas, Alloh boshlagan yo'llarga mangadigan haqiqiy aql egalaridan qilsin.